Hammaga assalomu alaykum. Bugun bizni alkogolniy va vinovodishniy produksiya uchun Regos programmasini ko'rib chiqamiz. Nima qulayliklari alkogol, tamaki sotadigan do'konlar uchun bor? Birinchisi, alkogol va tamaki do'konlari hammasi основной перечислениyaga mahsulot olinadi va har bitta sotilgan mahsulotingizni перечисление olayotganingizda счет faktura soliqda ko'rinadi. Shu счет faktura bo'yicha har bitta tovarning markirovkasini o'qib, har bitta alkogol, tamaki mahsulotlarida markirovka bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Shu markirovkani har bittasini skanerdan o'tkazib, siz tovarlarni sotib borishingiz kerak. Nimaki, sizning balansingizda tovar ushlanib qolmasligi kerak. Shuning uchun Regos qulaylik tarafi tayyor tovarning baza bor. Alkogol va tamaki mahsulotlarini F12 knopka orqali tayyor baza orqali tovar qidirsangiz bo'ladi. Shtrix kodini kiritganingizda sразу tovarimiz nomi bilan avtomatik chiqib keladi. Mana hozir men shtrix kodini kiritaman, sizlar skaner bilan shtrix kodini urasizlar. Mana sigareta s filtrom Chapman Gold. Buni qo'shganimizda sразу tovarimiz qo'shildi. Plus yana bitta juda ham qulaylik tarafi, avtomatim tovarimizni IKPU kodi ham qo'yilib ketdi. Bu degani siz Tasnif.uz saytidan tovarni IKPU kodini kiritib, qidirib o'tirishingiz shart emas. Avtomatik qanaqa IKPU Tasnif.uz saytida qo'yilgan bo'lsa, xuddi shu IKPU bilan tovarimiz avtomatik chiqib keladi. Hozir IKPU kodini ham ko'rsatib beramiz sizga. Mana полностью tovarimiz kiritilgan. Также bu tovarga redaktировать knopkasini bosadigan bo'lsak, ko'rishingiz mumkin, tovar IKPU kodi ham sразу programmaga o'rnatilgan. Shu paytda siz o'sha tovarni shtrix kod bo'yicha kiritasiz programmaga, sigaret bo'ladimi, alkogol mahsuloti. Sotganingizda siz tovarni markirovka bo'yicha sotasiz. Yana bitta juda ham qulaylik funksiyasi, programmani bitta markirovkani 2 marta yoki 3 marta sotib bo'lmaydi. Bu xato hisoblanadi. Misol bitta tovarni siz sotgan bo'lsangiz, esingizdan chiqib kassada qolib ketdi yoki noto'g'ri urordingiz. Ikkinchi marta skanerdan o'tkazadigan bo'lsangiz kassada shu tovarni, tovar sotilmaydi klientga. Sizlarga kassani programmasi как ошибка bo'lib uni chiqarib beradi. Plus yana eng qulayli taraf alkogol, tamaki mahsulot sotadiganlar uchun integratsiyalarimizda bizda faktura.uz bilan integratsiya bor. Перечисление olayotgan tovarlaringiz напрямую счет faktura sizning do'koningizga programma Regosga sizga prihod bo'ladi. Shuning uchun faqat virtual kassa kerak. Virtual kassa nimaligini ham tushuntirib beramiz. Virtual kassa bu kassaviy apparat, flashka ko'rinishda bo'ladi. Ichida sim karta joylashtirilgan, rasmlari полностью qo'yib ketiladi virtual kassa qanaqa bo'lishini. U soliq tomonidan ofitsialniy bo'lib olib beriladi. Uning uchun siz bizga hujjatlaringizni tashlab olasiz, biz sizga virtual kassani oformib chiqib beramiz. To'lovlar bo'yicha batafsil ma'lumot olsangiz bo'ladi. Shu eng основной pluslaridan biri to, что alkogol produksiyasini siz kassaviy apparat bilan ham ishla olasiz Regos programmasida. Plus integratsiya Click Payme, UzumPay платежный sistemalari bor. Также 1С buxgalteriya integratsiyasi ham bor. Sizning buxgalteringiz напрямую Regos programmasidan 1С o'ziga отчетlarni torta oladi. Shuning uchun alkogol yoki tamaki mahsulotlariga yana ko'p qulayliklar bor. Отчет bo'yicha qiziqadigan bo'lsangiz, to'liq ma'lumot uchun nomer qoldiriladi. Shu nomerga telefon qilsangiz, sizga to'liq ma'lumot beriladi. Shu to'lovlar bo'yicha va programma bo'yicha qanaqa savollaringiz bo'lsa, pastdagi nomerlarga murojaat qilasiz, sizga to'liq ma'lumot berib o'tiladi.